Shar'iy e'tibordan ham, urf e'tiboridan ham eng oliy va maqtalgan ilm diniy ilmdir. Chunki mazkur ilm payg'ambarlar qoldirgan ilmiy merosdan iboratdir. Qolgan ilmlar garchi foydali bo'lsa ham, lekin ular shariat ilmidan ko'ra foydasi kamroq va darajasi pastroq ilmlardir. Biroq odamlar orasida bir xato fikr tarqalgan bo'lib, ular tib, handasa, falakshunoslik kabi ilmiy soha olimlarini shariat olimlari bilan taqqoslashadi va aytadilarki, mazkur dunyoviy olimlar insoniyatga shuncha foyda keltirishayotgan paytda shariat olimlari insoniyatga qanday foyda keltirishyapti deb so'rashadi. Ularga javobimiz shuki, shariat olimlari payg'ambarlar olib kelgan dinni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan meros qolgan ilmni asrab odamlarga yetkazmoqdalar. Zotan payg'ambarlar na tib, na kimyo, na fizika va na falakshunoslik mutaxassislari qilib yuborilganlar. Shuning uchun ham dunyoda payg'ambarlarning ilmiy merosi bo'lmish shariat ilmidan yuksakroq ilm yo'qdir. Zero payg'ambarlar ilmi Alloh taolo tarafidan ularga vahiy qilingan ilmdir. Shariat ilmining eng katta fazli shundaki, aynan shariat ilmi sharofati bilan osmondan tushgan vahiy yerda saqlanadi. Odamlarning qalblari poklanadi va shu shariat ilmi bilan odamlar ikki dunyo saodatiga erishadilar. Shunday ekan, odamlarga foyda keltirish borasida shariat ilmiga teng kela oladigan birorta ilm yo'qdir.